Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi KLS podkastimiz mavzusi har bir oilaga bevosita taalluqli ta'limda ota-onaning o'rni. Bugun shu mavzu muhokama qilish uchun 15 yillik tajribaga ega pedagog KLS direktori Doston Sidiqovni taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi ta'lim jarayonida ota-onaning eng katta vazifasi nimada deb o'ylaysiz? Bolaga bilim berishmi yoki unga motivatsiya yaratishmi? Albatta, ota-onaning asosiy vazifasi bu bolada motivatsiya yaratish. Bilimni maktab yoki o'qituvchi beradi. Lekin shu bilimga qiziqish uyg'otish, bolani o'qishga oshno qilish bu ota-onaning qo'lida. Bu yana bir jihati uydagi muhit. Agar ota-ona kitobga oshno bo'lsa yoki uyda kitobxonlik muhiti bo'ladigan bo'lsa, ota-ona birgalikda har xil suhbatlar qiladigan bo'lsa, bolada ham maktabga, darslarga bo'lgan ishtiyoqi yanada kuchayadi. Ota-onaning maktab bilan hamkorligi qanday bo'lishi kerak? Ba'zan ular faqat nazorat qiluvchi rolda bo'lib qolishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Nazorat emas, hamkorlik bo'lishi kerak. Maktab sherik, o'qituvchi sherik. Ota-ona farzandida odatda bahoying nechi deb so'rashlari bu tabiiy holga aylanib qolgan. Uni o'rniga bugun maktabda nimani o'rganding deb savol bersa, bolada ta'limga bo'lgan munosabati butunlay boshqacha shakllanadi. Shuning uchun ham biz KLSda ota-onalarni turli loyihalarga jalb qilamiz. Ular ham boshqa ota-onalar bilan o'z tajribasi bilan baham ko'radi. Va bu albatta hamkorlik bolada 2 karra motivatsiyani uyg'onishiga sabab bo'ladi. Telefon va ijtimoiy tarmoqlarda kuchli ta'sir qilayotgan davrda ota-onalar farzandini qanday qo'llab-quvvatlashi mumkin? Dunyo tajribasidan kelib chiqib aytish mumkinki, telefonni taqiqlash natija bermaydi. Eng to'g'risi telefondan yoki umuman sotsial set deymiz, ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish xolos. Men o'z tajribamdan kelib chiqib aytamanki, bolaga ishonch bersangiz, u telefondan bilim olish vositasi sifatida foydalanadi. Masalan, ingliz tili mashqlari deymiz, videolar, foydali videolar, kreativ loyihalarni ko'rib, bola o'zini ustida yoki masalan o'zi mustaqil ravishda o'sha narsalarni takrorlab o'rganishi mumkin. Ota-ona faqatgina unga to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak xolos va o'zi ham albatta namuna bo'lishi kerak. Global tajribada ota-onalar faol ishtirok etadigan maktablar soni ko'p. Sizningcha, bizda qaysi yo'nalishlarda ularning ishtirokini kuchaytirishimiz mumkin? Bizda eng katta imkoniyat bu qo'shma loyihalarda. Masalan, ota-onalar bolalari bilan birga sport marafonida qatnashsa, ekologik aksiyalarga qo'shiladigan bo'lsa yoki ijodiy tanlovlarda ishtirok etsa, bola o'zini qadrli his qiladi. Maktab faqat bolamniki emas, barchamizniki degan ruh shakllanadi hammada. Ba'zan ota-onalar farzandlaridan o'z orzularini amalga oshirishni kutishadi. Bu bosimmi yoki qo'llab-quvvatlashmi? Bu aslida juda nozik masala. Agar ota-ona farzandini qiziqishini inobatga olmay, uni faqat o'z orzularini amalga oshirishga majbur qilsa, bu bosim hisoblanadi. Ammo bola o'z yo'lini tanlaganda, ota-ona yonida turib uni qo'llab-quvvatlasa, bu chinakam ota-onalik. Va mana shu narsa bizda qo'llab-quvvatlash deyiladi. Menimcha ham biz bolalarga tanlash erkinligini berishimiz, keyin ularning yo'lida yonma-yon turishimiz kerak deb hisoblayman. Xulosa qilib aytganda, ta'limda ota-onaning o'rni juda muhim. Ota-onaning qo'llab-quvvatlashi va ishtiroki farzandning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Shu bois biz maktab va ota-onalar bir yoqadan bosh chiqarib ishlashimiz lozim.